Bu video murojaat bilan mana himoya bilan Fazliddinga men video qilib chiqqanimga ba'zi bir Qo'shtirnoqchidagi manaqa dalbayoblar boku sen paxta qo'yolsan, sen undoq debdi. Sanlar boku o't videolarni ko'r. Men nabarat O'zbekiston bilan Tojikiston do'sti chiqqanman. Shu paytgacha sanlar bir xil mana Qo'shtirnoqchidagi dalbayoblar millatchilik qilib boku Tojik undoq edi, bundoq edi deysan. Ey, Tojik, O'zbek biza bitta biza. Bunaqa millatchilik qilmayna. Sanlar hype ketidan, подписчик ketidan shunoq qilasan. Lekin duxung 100% ko'rishishga yetmaydi. Prosto boku videoni qilib olasan, o'zingcha bir internetdan qanaqadir nima programmalardan ovozni o'zgartirasan, o'zingning kanalingga montaj qilib qo'yasan. Do'stlar, yaqinga Fazliddin bilan Humoyinni bo'yi bo'ladi. Men o'ylayman ikkovi sportivniy interes bo'ladi, уважение bilan bo'ladi. Endi Alloh kimga omadini bersa, o'sha yutadi. Men o'ylayman agar barba tomonlama Fazliddin kuchli. Chunki barbasi uni kuchli, stoykasi ham kuchli. Humoyinni men bir 2-3 ta bo'yini ko'rdim, uni nokaut qilgani, mumkin uni udari kuchli. Endi Alloh kimga omadni bersa, Tojikiston hamma vaqt va pesh, O'zbekiston olg'a, biza do'st O'zbekiston Tojikiston bu videoni padalisa like qilib tarqatib qo'yamiz.